Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida ikkita indikator yordamida pulni ishlashga harakat qilamiz. Demak, bu ikkita indikatorimiz bittasi zigzag, bittasi stochastik indikatori bo'ladi. Demak, videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa qilib qo'shganimiz, qanaqa qilib nastroyka qilganimiz shularni videoni oxirida ko'rsatib o'taman. Demak, hozir bu indikatorlardan qanaqa qilib pul ishlash kerakligini ko'rsataman. Zigzag indikatori bizga trend ko'rsatdi, stochastik indikatorda, ya'ni ko'rib turganingizdek, qaysi liniya balanda bo'lsa, biz o'sha tarafga qarab сделка ochishimiz mumkin. Kelaylik biz $30 сделкаlar ochamiz, bu yerda sellni bosamiz. Nega sellga kirdik? Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda qizil, ya'ni qizil liniya tepada turibdi, yashil liniyadan. Bu degani bozor pastga qarab yurib ketadi degani. Agar uje kesishgandan keyin mana ko'rib turganingizdek, sekin bizda atkat bo'lishi mumkin, ya'ni bozorning holati o'zgarishi mumkin. Pastga ketayotgan bo'lsa, bu yerda tepaga qarab yurib ketadi. Agar tepaga qarab yurayotgan bo'lsa, bu yerda ko'rib turganingizdek qisqachani bo'lib, yana pastga qarab yurib ketdi. Bu yerda yana bir marta kesishgan va ko'rishinglar mumkin, bozor yaxshigina impuls bilan pastga qarab yurib bergan. Demak, bizning balansimizda $136 bor edi. Biz $30lik сделкаlar kiryapmiz, ya'ni 1 minutlik сделкаlar ochamiz. Bu yerda time frame ko'rishinglar mumkin, 15 sekundliga qo'yib qo'yganmiz, ya'ni bozorni yaqinroqdan ko'rish uchun. Traders bo'limiga o'tsak, сделкamiz yopilishiga 12 soniya qoldi va oxirgi sekundlarda bozor bizga tepaga qarab yurib ketdi. Chunki bu yerda ko'rishinglar mumkin, bozor bitta kesishibdi. Kelaylik biz shu yerda tepaga qarab сделка ochamiz, chunki liniya kesishdi. Uje yashil liniya bizga tepaga qarab yurib beryapti, ya'ni bozor holatini o'zgartirdi. Endi tepaga qarab yurib berish kerak. Demak, bu yerda bozor yana pastga tushyapti. Yana biz сделкamizni vazrat qilish uchun, ya'ni minusimizni qoplash uchun yana bitta ketma-ket сделка ochib yubordik. Mana shu ikkita сделка bizga tepaga qarab yurib berish kerak. Demak, shunda biz boyagi minusimizni ham qoplab olamiz. Aytib o'tgandek, videoni boshida bizning balansimizda $136 bor edi. Videoni oxirida qancha plus qilamiz yoki minus qilamiz, shularni ko'rib borishinglar mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, hozirda bozor pastga qarab yurib ketyapti. Bu yerda lekin liniya tepada, bozor baribir tepaga qarab yurib ketish kerak. Biz yana bitta сделка ochib qo'ydik tepaga qarab. Bu uchala сделкamiz ham plusga yopilsa, biz yaxshigina balansimizni ko'tarib olishimiz mumkin bu yerda, chunki indikatorlarimiz tepaga qarab сделка beryotdi. Bu ham maksimum liniyasini ko'rsatdi, pastga tushgan liniyasini. Bunda ham yashil liniya tepada, baribir bozor tepaga qarab yurib ketish kerak edi. Demak, birinchi сделкamiz bizga plusga yopildi. Ikkinchi сделкamizni ko'ramiz. Ikkinchi сделкамizga ozgina qolganda bozor yana pastga qarab yurib ketayotgan impulsda, lekin ikkinchi сделкamiz ham bizga plusga yopilib berdi. Endi bitta uchinchi сделкamiz qoldi. Biz uje balansimizni, ya'ni minusimizni qoplab oldik. Общий hisoblasak, videoni boshida $136 bo'lgan bo'lsa, $131 qoldi. Demak, hozir 18 sekund qoldi. Videoni tezlashtirib natijani kuzatamiz. Mana ko'rib turganingizdek, сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga minusga yopilib berdi. Chunki bu yerda ko'rib turganingizdek, indikatorlar uje sekin kesishyapti. Bozorni uzoqlashtirsak, lekin bu yerda повышающий trend bor, yana bozor tepaga qarab yurib ketdi. Agar sal bozor uzoqroq ko'rganimda, men uje tepaga qarab сделка ochgan bo'lardim. Kelaylik, bu yerda yana bir marta tepaga qarab ikkita сделка ochib qo'yamiz, chunki bozor volatilness katta, hozir impuls bilan вообще katta svichalar qoldiryapti. Ko'rib turganingizdek, bozor uje yana pastga tushib berib tepaga qarab yurib ketish kerak. Bu yerda ham mana qisqacha повышающий trend bor, ko'rishinglar mumkin. Mana bozor sekin tepaga qarab yurish kerak. Mana shu liniyalargacha bozor bizga uje chiqib berish kerak. Demak, ko'rib turganingizdek, mana uje сделкamiz yaxshigina impuls bilan tepaga qarab yurib berdi. Agar hozir bu ham plusga yopilsa, kelasi ham biz sekin chiqib ketib boshqa valyutni paralarni ham qarasak bo'ladi. Ya'ni boshqa valyutni paralar holat qanaqa, o'shalarga qarab biz сделка ochishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda ham yashil liniya tepada va ozgina bozor pastga yurib berdi va yana tepasiga qarab harakatlanib ketdi. Demak, traders bo'limini ochsak, birinchi сделкamiz yopilishiga 7 soniya qoldi. Bizga ikkala сделкamiz ham 100% plusga yopilib beradi. Chunki bozor yaxshigina tepaga qarab yurib ketdi. Demak, birinchi сделкamiz bizga, ikkinchi сделкamiz ham sirazi ketma-ket plusga yopilib berdi. Bizning balansimizda $186 bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda uje biz $50 sof daromad qildik. $200 dan ozgina oshirib qo'yib, biz bemalol videoni stop qilsak ham bo'ladi. Ya'ni bugungi qilgan foydamiz yetadi. Bu yerda ham ko'rishinglar mumkin, uje maksimum liniyasiga tushgan, bu yerda pastdagi liniyasiga va bozor tepaga qarab yurib ketgan. Bu yerda ham zigzag liniyasi yaqinlashyapti. Hozir maksimumini ko'rsatib berishi mumkin. Shundan keyin bozor pastga qarab yurib ketsa bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, bunda mana понижающий trend bor, ya'ni bozor pastga qarab yurib ketyapti. Bu yerda ko'rib turganingizdek, mana shu maksimum liniyasi bo'lishi mumkin.
Agar sekin kesishgandan keyin biz pastga qarab сделкаga kirsak bo'ladi. Hali kesishmadi bu yerda, lekin zigzag liniyasi maksimumni ko'rsatyapti, lekin ko'rib turganingizdek bozor hali beri pastga qarab yurgisi kelmayapti. Buni molud desa ham bo'ladi, lekin impuls bilan bozor yaxshigina tepaga qarab yurib ketyapti. Ko'rib turganingizdek pastga qarab yurgisi kelmayapti. Uje mana shu tepasidan biz pastga qarab сделкаga kirsak bo'lardi. Keling biz pastga qarab сделка ochamiz, chunki mana ikkita liniya bizga ko'rib turganingizdek katta soya bilan pastga qarab сделка beryapti, ya'ni pastga qarab ochyapti, lekin ko'rib turganingizdek bozor yana impuls bilan tepaga qarab yurib ketyapti. Понижающий trend bor edi bizda, lekin men bu уровень сопротивлениеgacha yetaman deyapti. Kelinglar mana shu yerdan biz yana bir marta pastga qarab сделка ochamiz. Uje bozor pastga qarab yurib ketishi kerak. Chunki bu yerda mana уровень сопротивления bor. Bundan ham ozgina buzib o'tib ketishi mumkin. Keyin baribir bozor pastga qarab yurib ketadi. Aytib o'tganimdek impuls bilan pastga tushdi. Biz hozir yana bitta сделка ochib qo'ysak bo'lardi. Bu сделкamiz yopilishiga 20 soniya qoldi, lekin bu сделкamizni plusga yopib berishi qiyin. Kelinglar biz shu yerdan yana bir marta pastga qarab сделка ochib qo'yamiz. Chunki bozor bizga uje pastga yurib ketishi kerak, yaxshigina pastga yurib berish kerak bozor. Demak, bu yerda ko'rib turganingizdek yana tepaga qarab harakatlanyapti. Mana yana bir marta biz pastga qarab сделка ochamiz va bu yerda yana va maksimum hamma summamizga pastga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Chunki hozir bozor bizga yaxshigina pastga yurib berishi mumkin. Kelinglar bozorni yaqinlashtirib, ya'ni videoni tezlashtirib natijani kuzatamiz. Mana bitta $30 ochgan сделкamiz minusga yopildi. Qolganlarini endi biz natijasini kuzatamiz. Mana ko'rib turganingizdek yana bitta сделкamiz bizga minusga yopildi. Qolgan сделкаlarimiz uje bizga 100% plusga yopilib berishi kerak, chunki bozor ko'rib turganingizdek tepaga qarab yurib keta olmayapti. Agar bu сделкаlarimiz plusga yopilsa, biz yana sal summani oshiramiz va minuslarimizni qoplash maqsadida biz kattaroq сделкаlar bilan сделкаlar ochib pul ishlashga harakat qilamiz. Demak, oxirgi ikkitasi bizga plusga yopilib berdi. Kelinglar uje biz mana shu yerdan hamma summamizga yana pastga qarab сделкаlar ochib qo'ydik. Nega desanglar, uje bozor maksimumgacha chiqib berdi, 100% bizga pastga qarab yurib ketadi. Demak, общий biz $120 сделкаga kirdik va hozir сделка natijasini kuzatamiz. Mana ko'rib turganingizdek сделкаlarimiz yopilishiga 3 soniya qoldi. Bu сделкаlarimiz bizga 100% plusga yopildi va ko'rishingiz mumkin balansimizda $232 bo'ldi. Ya'ni biz mana bu yerda sal shoshib qo'ydik, voqli biz сделкаga kirib qo'ydik. O'shaning uchun mana sal yana tepaga yurib bozor silni pastga qarab atkat bo'lib ketdi. Demak, bizning videoni boshida balansimiz $136 edi, ko'rishingiz mumkin $232 qildik. Hozir biz yana 2-3 ta сделкаlar ochib bemalol videoni stop qilsak bo'ladi. Mana shu yerda сделкаga kirmoqchi edik. Hozir bozor impuls bilan pastga qarab yurib ketdi. Yana kichkina atkat bo'lishi mumkin. O'sha payt biz yana pastga qarab сделка ochsak bo'ladi. Demak, bu yerda ko'rib turganingizdek bitta-bittalar bilan bizga bozor baribir qizil svichaga yopishyapti, ya'ni qizil svichaga yopilyapti. Bu yerda bitta yana biz pastga qarab сделка ochdik. Bu yerda yana bir marta ochamiz, chunki bunaqa katta impulsdan keyin pastga qarab ham kattagina bizga impuls berish kerak. Agar shu ikkita сделкamiz bizga plusga yopilsa, biz videoni bemalol stop qilsak bo'ladi. Biz yaxshigina plusga chiqqan bo'lamiz. Mana ko'rib turganingizdek bozor yaxshigina yana qizil svichaga impuls bilan yopilib berdi. Stoxastik indikatorni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni yashildan tepada turibdi. Bu bozor pastga qarab yurib berayotganidan darak beradi. Uje mana zigzag indikatori bu yerda liniya chizildi. Uje bizda bozor hozir atkat bo'lishi mumkin. Ya'ni yana kichkinagina tepaga qarab yurib berib, keyin pastga qarab yurib ketishi mumkin. Demak, сделкamiz yopilishiga bittasiga 17 soniya, bittasiga 22 soniya qoldi. Bu сделкalarimizdan bizga 100% plusga yopiladi. Demak, ko'rib turganingizdek bozor yaxshigina impuls berdi, lekin baribir bizning сделкаlarimizni urib tepaga yurib keta olmaydi. Demak, birinchi сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi. Aytib o'tgandek, bu сделкamiz bizga 100% plusga yopildi va ikkinchi сделкamiz ham bizga 100% plusga yopiladi. $30 сделка ochayotgan bo'lsak, bizga общий $27,5 dan oshiq pribol olib kelyapti. Ko'rishingiz mumkin $136 bor edi videoni boshida, $287 bo'ldi va biz sizlar bilan birgalikda общий $150 foyda qildik. Bugunga yetadi bu $150 foyda. Endi sizlarga indikatorlarni qanaqa nastroyka qilganimni ko'rsatib o'taman. Birinchi bo'lib qatdan qo'shganimni ko'rsataman. Bu yerda 2 turibdi. Shu tugmani ustiga bir marta bossanglar, bu yerda mana zigzag mana bu yerda turibdi. Stoxastik ostsillator mana bu yerda turibdi. Endi bular nastroykasini qanaqa qilib qilamiz desanglar, hozir ko'rsatib o'taman. Birinchi sizlarga indikatorlarni ko'rsatib olsam,
qilmasdan bu yerda mana yulduzchalarga olib qo'ydim. Bemalol o'zingizlar qo'shib bo'ladi. O'zi haqiqiy nastroykasi stoxastikka bunaqa bo'ladi. Men ko'rib turganinglardek sal boshqacharoq qilib olganman. Demak, X tugmasini bosamiz. Bu yerda qalamchani bossak ko'rib turganinglardek bu yerda 1555 sma qilib qo'yganman. Stylini ham bemalol ko'rib olishinglar mumkin. Videoni pauzaga qo'yib bemalol o'zingizlar ko'chirib olsanglar bo'ladi agar ishlamoqchi bo'lsanglar. Zigzagga ham ancha boshqacha qilganmiz. Demak, bu yerda 1:20 turibdi. Styliga tegmaganmiz. O'zi bitta bo'ladi, 2 pix turibdi, ya'ni qalinroq turibdi. Demak, bemalol ko'rib olib o'zingizlar ham nastroyga qo'ysanglar bo'ladi agar ishlamoqchi bo'lsanglar. Faqat azartga berilib ketmanglar, bir ikkita minusga kirsanglar bo'ldi deb va bank qilib yormanglar. Ko'rib turganinglardek biz hech qanaqa martingale strategiyasini ishlatmasdan yaxshigina foydaga chiqdik. Video davomida $150 foyda qildik. Demak, bu sayt haqida yana ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar va sayt silkasini olmoqchi bo'lsanglar, bizning Telegram kanalimizga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalimizda yana ko'p foydali ma'lumotlar berib boramiz. Telegram kanalimiz silkasi video opsiyasida bo'ladi. Bemalol o'tib olishinglar mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'lib bizani qo'llab-quvvatlab borasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.